Bugun payshanba. Xudo xolasa mana Ka'batulloh, Baytullohni oldida asr namozini o'qib oldik hozir. Shu Baytullohning oldida hozir duoga qo'l ochib, Alloh taolodan barcha qarindosh urug'larni, aka-ukalarni, tog'a-jiyan, opa-uka, xolani bolalari hammalariga sog'lik, salomatlik, tinchlik, totuvlik, oilalariga, dasturxonlariga to'kin sochinlik, o'zlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh taolo baraka bersin. Bulardan qolayotgan zurriyotlar ilmli, bilimli, insofli, iymonli, qoriya, solih farzandlar bo'lsin. Alloh taolo o'zing barcha bandalaring qatori shu meni yaqinlarim, qarindosh urug'larim, aka-ukalarim, jiyanlar, tog'alar, xolavachchalar hammalarini o'zingni Baytullohingga chorlagin. Yanagi shu oylarga, yanagi shu kunlarga sog' salomat kelib, katta hoji, kichik hoji umra ziyorati amallarini mukammal bajarib ketishligiga Alloh taolo o'zing izn bergin. Rabbana atina fid dunya fil oxirati hasanatan va qina azabannar rahmatika ya arhamar. Amin. Allohu akbar.